Toshkent to'yi oshini guruchini yetiltirishda o'tin, ya'ni olov katta rol o'ynaydi. Xosligi shuni qanaqa yoqishni o'rgataman. Birinchi o'rinda guruchga o'tinni mana bunaqa mayda-mayda qolish kerak, taxta o'tinni. Shunda bu tez yonib, tez o'chadi. Ikkinchi o'rinda o'tinni shunaqa setka qilib taxlaysizlar, mana ko'rib turibsizlar. Shunda olov hamma joyiga yetib boradi qozonni, qaynovi ham bir xil bo'ladi. Ha, ko'rib turganinglardek yon bo'ldi. Bunaqa yon bo'lgandan keyin kichkina o'tindan ikkitadan tashlab qo'ysanglar, miltillab guruchlarni yetiltirib turadi. Guruchni bitta aralashtirib olgandan keyin ikkinchi marta xuddi shunaqa olov yoqib olasizlar yana. Bu pasayib o'zi guruchni yetiltiradi. Oxirida dimlaganinglarda o'tini shunaqa past olovda yoqib qo'yasizlar, o'zini tempida pishadi. Jonon